Ayol kuchli bo'lib ketdi. Qaysi ayol o'zi xohlab kuchli bo'lib ketibdi? Qaysi ayol yoshligida orzu qilar ekan, men kuchli bo'laman, katta bo'lganimda, erkakni sindiraman, yanchib tashiyman derkan. Qaysi ayol? Kuchli bo'lib ketayotgan bo'lsa, unda oxirgi variant shu bo'lib qolgan bo'lyapti. Kuchli bo'lib ketgan bo'lsa, unda boshqa yo'l qolmayapti. Nima qilsin, yashamasinmi?